Odamlar bizani hurmat qilmasligiga sabab birinchidan boshqa insonlarni muhokama qiladigan insonlarni odamlar hurmat qilmaydi. Masalan, doim ijtimoiy tarmoqlarda ham yoki bo'lmasam boshqa joyda ham ikkita odam, uchta odam yoki kompaniya yig'ildi deguncha boshqa odamni o'sha yerda yo'q odamni обсуждать qilish, muhokama qilish juda ko'p bo'ladi. Insonni o'zini hayoti qiziqmas bo'lsa, menimcha boshqalarni обсуждать qilish yaxshi ko'radi va bu ularni hurmatini yo'qotishga olib keladi. Ikkinchidan, gapi, tili va amali bir-biriga to'g'ri kelmagan insonni hech kim hurmat qilmaydi. Hozirgi kunda o'zimizda jamiyatimizda ham unaqa odamlar juda ham ko'payib ketgan. Qop-qop va'dalarni berishadi, lekin amal qilishga, uni ustidan chiqishga to'g'ri kelganda ularni ko'rmaysiz hamda. Bu narsalar ular uchun normal holat hisoblanadi. Ularning tabiati uchun o'rganib qolishga normal holat hisoblanadi. Qilayotgan amali bilan aytayotgan gapi bir-biriga to'gri kelganda ularga nisbatan hurmat oshadi. Uchinchidan, shaxsiy chegaralarni himoya qila olmagan insonni hech kim qo'llab-quvvatlamaydi, hech kim hurmat qilmaydi. Insonlar bir buzib ko'rishadi, qatgacha siz ruxsat berasiz. Ikki buzib ko'rishadi, indamadingizmi bu inson bilan mumkin ekan deb keyinchalik sistematichni sizni chegaralaringizni buzishga va hurmat qilmaslikka o'rganib qolishadi. Videoni o'zini hurmat qilmagan tanishlaringizga yuborib qo'ying.